O'zbekistonda jazirama qachon chekinishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Bugun O'zbekistonda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. 17-iyul kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida kuchli shamol esib chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Ma'lum qilinishicha, bugun kunduz kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo viloyatining ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zon kuzatilishi ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zgidromet joriy yilning 18-20-iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishda davom etayotgani haqida ogohlantirish bilan chiqqan edi. Shuningdek, O'zbekistonda shu kunlarda kuzatilayotgan juda issiq havo harorati 21-iyul barcha hududlarda chekina boshlaydi. Havo harorati 6-9 darajagacha pasayishi prognoz qilingan. 21-iyul yurtimizga Volga bo'yidan juda nam havo massalari kirib kelishi prognoz qilindi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.